ushbu serialning qolgan qismlarini VIP Media 1 kanalidan topishingiz mumkin. Savsho, sen o'la olmaysan. Sen oilamizdagi oxirgi erkaksan-ku, kichkina amaki. Savsho. Kichkina amaki. Oilada omon qolgan yagona erkak. Karaokeda qo'shiq aytmayotganmidi? Bu yer qayer yana? Nega bizning hayotimiz shunchalar ayanchli? Oilamizdagi barcha erkaklar o'lib ketdi. Faqat amakim qoldi. Endi u ham ochlikdan o'lib ketishi mumkin. Keyin qanday yashaymiz? Qanday ayanchli ahvol? Kichik amaki. Savsho. Janji. Savsho. Janjin? Yo xudoyim. Ochorchilik iliga tushib qolibman va dangasa ochko'z odamga aylanganman. Savsho, sen tirik ekansan. Agar o'lganingda marhum akangga nima deb aytardim? Qanchalar ahmoq bo'lgan ekansan. Kichik amaki. Hozirgi qadimgi davrda ocharchilik yili 5 nafar akam ochlikdan o'lgan. Faqat 5 kelinoyim va kichik jiyanim qolgan. Boshlanishiga bosim katta. Kichik amaki. Bu uyimizdagi oxirgi ovqat. Mana oling. Tezroq yeng. Kichik amaki, hozirgina ochlikdan o'layozdingiz-ku. Sen haqiqiy pastkash ekansan. Kelinoylaring juda yaxshi. Qadriga yetmagansan. Endi bu tanaga kelgan ekanman. Ularga yaxshi qarayman va yaxshi hayot bilan ta'minlayman.